Hammaga assalomu alaykum va nihoyat YouTube uchun kontent tayyorladim. Bu degani biz sizlar bilan bugun juda ham zo'r mavzularni o'rganib chiqamiz. Ahamiyat beringlar. Bu YouTube kanalda unaqa grammatik qanaqadir mavzular yoritmayapman. Ya'ni rod haqida gapirmayapman yoki sifatlar haqida gapirmayapman va boshqa mavzular. Nimaga unaqa? Birinchi o'rinda, chunki izoh yozganingizda qaysi mavzu sizga qiziqligini siz yozmayapsiz. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda gap shundaki, ko'p holatlarda o'quvchilar agarda men YouTube dan qanaqadir video ko'rsam, men rus tilida gapirishni o'rganib ketaman deb o'ylaydi. Lekin gap shundaki, qachon bilim rostdan ham bilim bo'lib bizda qoladi. Qachonki biz uni ko'rib yoki qanaqadir qoidani bilib olib yoki qanaqadir qoidani ko'rib olganimizda emas, qachonki o'sha qoidani gapirganimizda, qo'llay olganimizda. Aynan shuning uchun xotirjam bo'lib qolmasligingiz uchun, men bu mavzuni ko'rdim, men bu mavzuni bilaman deb o'ylamasligingiz uchun o'z boshimchalik bilan qanaqadir mavzular tanlamayapman. Lekin albatta agarda sizlar izohlarda ustoz men bu mavzuni gaplashishlik tushuntirib bering deydigan bo'lsangiz, sizni gapingizni e'tiborsiz qoldirmayman. Shunaqa. Demak, boshladik. Bugungi darsimizni nomi tak zapisi yoqdik. Bugungi darsimizni nomi o'quvchilar tushadigan qopqonlar. Qisqa qilib qopqonlar deb nomlasak ham bo'ladi. Qopqonlar deb nomlasak ham bo'ladi. O'zi ahamiyat bergan bo'lsanglar, undan eski videolarimizni inobatga olganingizda ko'proq o'quvchilarni fikridan kelib chiqib mavzular olardim. Misol uchun o'quvchilardan so'rardim, qanaqa mavzu sizlarga qiziq desam, языковой baryer, tushunsam gapira olmayman deb shunaqa mavzular aytishardi. Lekin kundan kunga dars o'tish faoliyatim kengayib boryapti, tajribam kengayapti. Shuning uchun ba'zi bir holatga ahamiyat berishmayapti o'quvchilar. Aynan o'sha muammolari sizlarga olib chiqib, rus tilini o'rganganingizda bu muammolarga ahamiyat berishingizni men chin qalbimdan xohlayman. Shuning uchun bugungi darsimizning mavzusi qopqonlar. Ya'ni biz qanaqa qopqonlarga tushamiz rus tilini o'rganganimizda va bu qopqonlarga tushganimizdan keyin qanaqa odamlar bu da bizni qo'shtirnoq ichida kulfat degan so'zni olamiz. Kulfatdaligimizni qanaqa odamlar bundan foydalanishadi, buni o'rganib chiqamiz. То есть ruschasiga aytadigan bo'lsak, какие люди наживаются на наших проблемах. То есть kimgadir foyda bizning muammolarimiz. Demak, birinchi muammo yozdik. Birinchi muammoyimiz bu qanaqa fikr yuritadigan o'quvchilar. Men buni vebinarlarimda juda ham ko'p gapiraman. Menga faqat разговор, давайте qo'shtirnoq olaman разговор so'zini. Разговор kerak deydigan o'quvchilar. Instagramda unaqa SMS yozishsa umuman javob bermaymiz. Telegramda o'quvchilar yozishadi, men javob beraman. Nima deb javob beraman unaqa o'quvchilarga? Unaqa o'quvchilarga bizda разговор kurslari yo'q deb aytaman. Nimaga? Bu birinchi bizni qopqonimiz. Buni hali o'rganib chiqamiz, chuqur, lekin kelinglar, darsni eng shirin joyini, desertini sal o'rtaroqlariga olib qo'yamiz. Agarda siz shunaqa toifadagi o'quvchi bo'lsangiz, agar siz o'ylayotgan bo'lsangiz, men rus tilida mana rus til kurslariga qo'shilaman, разговор uchun deb aytadigan bo'lsangiz, bu degani siz eng ko'p aldanadigan o'quvchilar toifasiga kirasiz. Chunki O'zbekistonda ko'p rus tili o'qituvchilari, ko'p kurslar rus tili deganda asosan grammatikani o'ylashadi. То есть, например, siz qanaqadir kursga kelasiz, menga faqat muloqot kerak deb aytasiz. Ular sizga tushuntirib ham o'tirishmaydi, что rus tilini faqatgina muloqot emas, разговор qilib o'rgana olmasligingizni tushuntirib ham o'tirishmaydi. Chunki bu ko'p vaqt oladi. Nima qilishadi? Просто sizni guruhlarga qo'shib qo'yib, o'ta rodlari o'tib, qo'l uchida, hamma mavzularni qo'l uchida o'rganib chiqasiz. Tushuninglar-da? То есть, qancha noto'g'ri fikr yuritsangiz, shuncha ko'p aldanib boraverasiz. Ba'zida o'quvchilar aytishadi, yozishadi, o'zingizni hamkasblaringizni ham yomonlaysizmi degan narsalar.
man o'zimni hamkasblarimni yomonlamayapman. Gap shundaki, agarda hamma rus tili o'qituvchilari mani hamkasblarim bo'lishganida, boshqa odamlarni qisqa vaqtda rus tili, 6 kunda rus tili, 1 haftada rus tili, 5 kunda rus tili, ko'zingizni yumib ochguncha rus tili, mana bunaqa har xil safsata gaplar bo'lmasdi. Shuning uchun ular rus tili o'qituvchilari emas, tushundinglar-da? Вот. Поэтому давайте asosiy mavzuga yana qaytamiz. То есть bu eng katta qopqon. Nimaga? Вот yaxshilab eshitinglar. Rus tilini, agarda bizning maqsadimiz sizlar bilan rus tili bo'lsa, bu degani biz ikkita yo'nalishda juda ham zo'r rivojlanishimiz kerak. Birinchi yo'nalish bu albatta grammatika. Ikkinchi yo'nalish bu gapirish. Ruschasiga bu говорение deyiladi. То есть albatta agarda bizning maqsadimiz rus tilini o'rganish bo'lsa, bu yerda farqi yo'q. O'quvchilar aytadi, "Men prosta oddiy so'zlashmoqchiman-ku, menga kerak emas, men o'qituvchi bo'lmoqchi emasman rus tili bo'yicha" deb aytishadi. Hech kim sizlarni oddiy qanaqadir kurslarda, 5 oylik kurslarda, 1 yillik kurslarda rus tiliga o'rgatib o'qituvchi qilib bera olmaydi. Uning uchun yillab o'qish kerak. Tushundinglar-da? Поэтому bu degani, agarda siz rus tilida o'rtacha darajada kundalik hayotda gapirmoqchi bo'lsangiz, dahshat shug'ullanishingiz kerak. Chunki sizda baza umuman yo'q. Поэтому unaqa demanglar. O'quvchilar ham unaqa deydi-da. Men prosta so'zlashmoqchiman-ku, bu degani men qiynalmasdan zo'r o'rganib ketaman. Unaqa o'zimni bezovta qilishim, ovora qilishim kerak emas deb o'ylaydi o'quvchilar. Unaqa emas. Qancha nolmisiz, shuncha ko'p e'tiboringizni, kuchingizni tikishingiz kerak bo'ladi bunga. Bunga ahamiyat beringlar. Endi mana sizlarga savol. Rus tilini maqsad qiladigan bo'lsak, biz asosiy urg'u beradigan narsamiz bu grammatikani o'rganish va gapirishni rivojlantirish bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi biri qiyinroq? То есть qaysi biri qiyinroq? Grammatikani o'rganish qiyinroqmi yoki gapirishni rivojlantirish qiyinroqmi? Izohlarda yozinglar. To'g'ri javob aytaman sizlarga. Javobinglarni hali ko'rmayapman, izohlarda endi ko'raman. To'g'ri javob gapirishni rivojlantirish. Ko'pchilik grammatikadan qo'rqadi. Nimaga? Потому что gapirishni rivojlantirish qilib ko'rmagan hech qachon. Grammatikani o'rganish gapirishni rivojlantirishga qaraganda o'ta oson. Endi qanaqadir kurslarga qo'shilamiz, qanaqadir kurslarda o'qiymiz. 1 oyda rus tili, 2 oyda rus tili, 3 oyda rus tili. To'g'risini aytaman, например, bizning super rus tili kursimiz bu 5 oy. Bu kam. То есть menga qo'yib bersa, men uni 1 yillik qilgan bo'lardim. Nimaga? Chunki bitta asosiy qoida bilim olishda, bilim olish bu o'sha bilimni o'zlashtirish. То есть o'zlashtirishga ko'proq vaqt ketadi. Siz qanaqadir qoidani ko'rishingiz uchun sizga 2 minut ketishi mumkin yoki 3 minut ketishi mumkin. Lekin uni o'zlashtirib gapirganingizni qo'llashingiz ko'proq vaqt oladi. 1 haftani olishi mumkin, 2 haftani yoki 1 oyni olishi mumkin. Tushundinglar-da? Shunaqa. Поэтому оказывается, aslida gapirishni rivojlantirish bizda qiyinroq. Endi grammatikaga keladigan bo'lsak, grammatika qachon siz o'quvchilar aytishadi, menda 18-pedagog o'qishni boshladi, o'quvchilar aytadi, menda baza bor, lekin men baribir gapirmayapman. То есть menda asos bor. Qachon siz menda asos bor deb o'ylashingiz mumkin? Agarda siz rus tili bo'yicha 100 ta mavzuni bilsangiz. Bu degani sizda hech qanaqa muammolar, rotlar bilan muammolar bo'lmaydi, sifatlar bilan hech qanaqa muammolar bo'lmaydi, sonlar bilan hech qanaqa muammolar bo'lmaydi, padejlar bilan hech qanaqa muammolar bo'lmaydi, hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Fe'llar bilan hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Biz sizlar bilan o'tgan zamon, hozirgi zamon haqida gapirmaymiz. Biz sizlar bilan chuqur bilimlar haqida gapiryapmiz. Tushundinglar? То есть agarda siz qanaqadir kursga borgan bo'lsangiz, sizda o'xshamadi, baribir gapirmayapsiz va siz o'zingizga qoida o'ylab topdingiz. Grammatikani o'rgandim, bir tiyinlik foydasi yo'q, demak men qanaqadir faqatgina razgovor kurslarini topishim kerak deb aytasizlar. Yana qopqonga tushasizlar. Nimaga? Потому что siz o'ylaysizki sizda baza bor, lekin aslida sizda baza yo'q. Chunki agarda rostdan ham mana bu bilimlar sizda bo'lganida, sizni rus tilida gapirishingiz dahshat bo'lmagan bo'lsa ham, lekin sizni qoniqtirardi shu. Tushundinglar?
O'rtacha bo'lardi o'ylagan maqsadingizdan, lekin baribir siz buni qoniqtirardi sizni. Qoniqtirmayaptimi? Qanaqadir razgovor kursi qidiryapsizmi? Demak, shug'ullanganingiz bir tiyinlik bo'ldi. Tushundinglar? Endi gapirishni rivojlantirish haqida gapiradigan bo'lsak, o'quvchi o'ylaydiki, menga faqat razgovor kerak degan o'quvchi o'ylaydiki, "Vot men, например, muloqot qilaman, hammasi bo'lib ketadi. Vot men muloqot qilaman, rus tilida qanaqadir so'zlar bo'ladi, men gapirib ketaman" deb o'ylaydi va undan tashqari bu xato fikr yuritishda odamlar yana chuqurlashishadi va o'ylashadi, "Vot men Rossiyaga ketaman va men u yerda rus tilida gapirishni o'rganaman" deb o'ylashadi. Super rus tilida uz proyektlarini, loyihalarini asoschisi sifatida ayta olaman. Kursimizda 20% o'qiydigan o'quvchilar bu Rossiyada yashaydigan o'quvchilar. То есть ular просто ishlashga borgan odamlar emas, ular yashayapti Rossiyada. Ular grajdanstvosini уже olishgan. То есть ular ancha yil davomida yashab ham baribir rus tilida yaxshi va xatosiz gapira olmayapti. Poyatma agarda siz o'ylayotgan bo'lsangiz, men hozir mana qanaqadir muloqot qilaman, o'zidan o'zi hammasi bo'lib ketadi. O'zinglarni aldayapsizlar. Bu xatoni sizdan oldin ham qilishgan, sizdan keyin ham qilishgan. Bu xatoni sizlar qilmanglar. Agarda menga faqat razgovor kerak deydigan bo'lsangiz, siz eng ko'p aldanadigan o'quvchilar toifasiga kirasiz. Bu sразу yechimni sizlarga berdim. Demak, biz sizlar bilan rus tilini o'rganmoqchi bo'lsak, grammatikani o'rganishimiz kerak va har kuni gapirishni rivojlantirishni o'rganishimiz kerak. Keyingi videolarimizni ko'rib borasiz va muloqotni qanaqa rivojlantirish haqida men sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Kelishdik. Ikkinchi qiladigan xatoyimiz, men uni onlayn kurs deb atadim. Ikkinchi xatoni juda ham ko'p meni o'quvchilarim qilishadi. Bizda o'sha to'lovli darslarda o'qiydigan o'quvchilar bu xatoni ko'p qilishadi. Bu qanaqa xato? Ana aytishadiki, Zarina Ismailovna bilan men 100% rus tilini o'rgana olmayman, chunki Zarina Ismailovna o'ylaganini gapiradi. Zarina Ismailovna har doim haqiqatni gapiradi. Zarina Ismailovna o'zini ishini biladi. U 100% ishlayotgan, yo'nalish beryapti. Zarina Ismailovnadan men qanaqadir motivatsiya olaman deb o'ylaydi. To есть birinchi o'rinda ikkinchi qopqon bu onlayn kursda o'qiydigan o'quvchilarda bo'ladi. Chunki bu qanaqa qopqon? To есть birovni motivatsiyasiga zor bo'lish, yoki biz aytamizki, вот, например, bizga qanaqadir ustoz yo'l ko'rsatadi deb o'ylaymiz, yoki bunaqa ko'p bo'ladi. Qanaqadir o'quvchilar ko'chalarda meni tutib olib, maslahat bering rus tilini o'rganish bo'yicha deb aytishganida, men ularga aytaman nima qilish kerakligini. Men aytaman, tak, agarda hozir rus tili kurslarida o'qishga imkoniyatingiz yo'q, rus tili bo'yicha nolsiz, lekin o'sha noldan ozgina ko'tarilishni xohlayotgan bo'lsangiz, lekin vaqtingiz yo'q shug'ullanishga, 3 ta narsani qiling deyman. Filmlarni ko'ring, ashulalarni eshiting deyman. Например, ba'zida qanaqadir nimadir o'qishga harakat qiling deb aytaman. Bo'ldi, уже maslahat berildi, lekin o'quvchilar buni qoniqtirmaydi, yana ham qanaqadir maslahatlar so'rashadi. Например, даже onlayn kursimizda men ularga dars beraman. Вот bizda grammatika bo'yicha darslar video formatda bo'ladi. O'quvchilar qayta ko'rishi uchun, butun umrga ularga o'sha darslar qolishi uchun. Или вот, например, muloqotning 4 qadamini tushuntiraman, или вот har qanaqa savolga javob beraman. O'quvchilar so'raydi, qo'rquvim bor rus tilini o'rganish bo'yicha, nima qilsam bo'ladi? To есть hammani, menda bor ma'lumotni miyamdagini ziqnalik qilmasdan, erinmasdan, o'zimni avaylamasdan hammasini aytib beraman. Shunda ham menga maslahat bering deydi o'quvchilar. Nimaga unaqa? Chunki aslida maqsad rus tili emas. Aslida maqsad bu rus tili emas aslida. Поэтому ikkinchi qopqonga tushadigan o'quvchilar, qisqa sodda tilda aytadigan bo'lsak, ikkinchi qopqon bu onlayn kursda o'qiganimizda 24/7 ustozi motivatsiyasiga zor bo'lishimiz, 24/7 ustoz yo'l ko'rsatishi xohlashimiz, 24/7 qanaqadir maslahatlar bizga kerak bo'ladi. To есть men beraman maslahatni, lekin o'quvchilar bu qoniqtirmaydi. Ya'ni shunaqa toifadagi o'quvchilar bor, nimagadir unaqa narsani ko'proq erkak o'quvchilar qilishadi, araschilar deyman. Вот aytishadi. Вот dars siz berdingiz, lekin mendan hech kim telefon qilib so'ramadi, men mavzuni tushundimmi, yo'qmi deyshadi.
Или aytishadi, вот siz dars berdingiz, da вот, например, men yozaman tam. Bugungi darsimiz sizlar bilan jonli efirimiz soat 8 da bo'ladi deydigan bo'lsam, вот men kun bo'yi Telegramga kirmaganman, вот men ko'rmadim unaqa yozganingizni. Вот nimaga menga hech kim telefon qilib soat 8 da dars bo'lishini aytib qo'ymagan deb, men o'quvchilarga aytaman, mehr qidiryapsizlar deyman. Bular ili mehr talab, ili hurmat talab, ili e'tibor talab. То есть yana shu qopqonga tushamiz. Qanaqa qopqon? Menga qilib berishsin. Meni ichimdagini topishsin. Menga ko'proq e'tibor berishsin deb o'quvchilar qolib ketadi. То есть tushunasizlarmi? Вот hozir men nima haqida o'ylayotganimni siz hech qachon bila olmaysiz. Agarda men sizga aytsam, shunda siz bilasiz. O'quvchilar bilan xuddi shunaqa. То есть это такие капризные люди. Men ularni капризные люди deb atayman. Rosa injiq bo'lgan odamlar. Endi mana qaranglar. Qanaqadir kursga kelganingizda hech kim kurs davomida sizni injiqligingizni ko'tarmaydi. Hech kim. Hech kim chunki orqangizdan yugurib yura olmaydi-da. Hattoki mana farzandingiz orqasidan yoshi 10 dami, tam bilmadim 12 dami, 15 dami, 24 soat uni orqasidan yugurib uxlaganida ham nima tush ko'rding? Men senga hozir ovqatga chaqirganingizda SMS yozmaysiz-ku, unga ovqatga kel deb yozmaysiz-ku, to'g'rimi? То есть boshqa odam ham o'zi uchun ozgina bo'lsa-da ham javobgar bo'ladi, to'g'rimi? Вот bu yerda ham ana shu narsaga shama qilyapman. Поэтому ikkinchi qopqon o'ta katta arashchi bo'lish, nimadir talab qilish. Вот biz даже o'quvchilarga telefon qilib, kurs boshlandi, 90 varaqli daftar tuting deb aytishimizdagi, вот shunaqa darajagacha xolashadi. Конечно же, unaqa o'quvchilar kursda ko'p qolib ketmaydi. Chunki agarda odam kursga kelganda, o'qishga kelganda vazifasi o'zini fe'l-atvorini, zo'rligini ko'rsatish bo'lsa, ular bilan bizga ishlash juda ham qiyin. Поэтому bu qopqonga tushmanglar. Qayergadir o'qishga bordinglarmi? Dars davomida aytishinglar kerak. Men buni tushunmadim, men buni tushundim. Men uyalmaslik kerak. Men buni ko'rmadim shekilli, men buni haqida aytdingizmi yo'qmi deb har doim so'rashingiz kerak bo'ladi. Chunki bu sizga kerak. Rus tili bu sizga kerak. То есть agarda yo'q, bu sizlarning ishinglar, sizlar qilishinglar kerak deydigan bo'lsangiz, biz albatta sizni eshitamiz, lekin bu degani o'qishda qoldiramiz sizni degani emas. Tushuninglar-da? Sog'lom o'quvchilar juda ham ko'p va ular hozir meni nima deyotganimni tushunishdi. 3-chi qiladigan muammolarimiz o'quvchilarim bu grammatik qoidalar. Bir kuni webinar o'tyapman, webinarda rus tilida bitta odam yozyapti, 100% yoshi katta odam. Nima qilasizlar webinarga kirib, nima qilasizlar Zarina Ismoilovnani kutayotgan, tayyorlagan sovg'alarni kutib, tam o'quvchilarga muammolar haqida, grammatika haqida videolar tayyorlayman, yoki tam filmlar ro'yxati deb anaqa tayyorlab beraman-da webinarga kirgan o'quvchilarga. Nimaga unaqa mani fanimga qiziqish bildiradigan o'quvchilarga yanada ko'proq ma'lumot bergim keladi chunki. Bir kun o'sha izohni ko'rdim, tam ruscha gapirilyapti. Все же это есть в Ютубе, зачем вы заморачиваетесь, зачем вы заходите на какие-то эфиры, зачем вы что-то ожидаете, deb nimadir kutyapsiz deb shunaqa izoh berildi. Поэтому bu 3-chi xato. Nima demoqchiman? Вот, например, biz qanaqa o'ylaymiz? Asosan unaqa fikr yuritishi umrda hech qachon til o'rganmagan odam qiladi. Biz o'ylaymizki, til o'rganish teng qanaqadir mavzuni yoki qanaqadir qoidani bilish deb o'ylaymiz. Tushunyapsizlar? Qanaqadir mavzuni yoki qanaqadir qoidani bilishni o'ylaymiz. Например, men sizlarga rod mavzusini tushuntiradigan bo'lsam, bu degani o'sha mavzuni siz ko'rdingiz, lekin bu mavzu faqatgina tushunish darajangizni ozgina ko'tarib beradi. Lekin sizni rus tilida gapirtirmaydi, siz xohlagan natijani bermaydi. То есть ma'lumot ko'rish, mavzuni ko'rish, qoidani ko'rish, qoidani eshitish uni faqatgina tushunishga teng. Tushunyapsizlarmi? То есть til o'rganishga hech qanaqa teng emas. Biz shunaqa o'ylaymiz. Например, o'quvchilar aytadi, men 1 yildan buyon YouTube'da qanaqadir videolar ko'raman, lekin rus tilida baribir gapira olmayman. Nimaga? Потому что videoni ko'rish bu bemalol o'sha videodagi qoidalarni bemalol qo'llash gapirgani degani emas. Вот. То есть bu eng katta
muammo. Вот bizni kursda ham bor. Biz o'quvchilarga video darslar beramiz. Video darslarning tagida vazifalar bo'ladi, kitoblar bo'ladi, materiallar bo'ladi. Ular faqatgina konspektni yozadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaydi. Muloqot darsiga kirishmaydi va boshqa. Natijada nima bo'ladi? Natija bo'lmaydi. Поэтому bilinglar, agarda siz grammatikani o'rganayotgan bo'lsangiz, siz mavzuni ko'rishingiz kerak. Undan keyin qoidani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin siz uyga vazifa qilishingiz kerak bo'ladi, yozma va og'zaki variantda. Aynan faqatgina mana 1, 2, 3, 4 ishni qilganingizdan keyin 100% mavzuni bir 10% esingizda qoldirdingiz degani. Tushundinglarmi? O'zinglarni aldamanglar. YouTube'da qanaqadir video ko'rayotgan bo'lsangiz, undan juda katta kuch kutmang. Unaqa bo'lmaydi. Chunki mavzuni ko'ramiz, qoidani ko'ramiz, uyga vazifa bajaramiz, yozma va og'zaki. Vazifa bo'lish kerak. Grammatika haqida gapiryapmizmi? Всё, bu degani vazifa bo'lish kerak bo'lgan degani. Tushundinglar-da? Xo'p, bu xatoyimiz. Teper 4-chi xatoyimiz qanaqa xato qilamiz? Men yonimga daftarga yozib qo'ydim. Shunga sal chetga qarayapman. Sababi nimada? Gapirganingizda kamerada baribir o'zini bosimi bo'ladi hech narsani esimdan chiqarmasligim uchun o'zimga shunaqa shpargalka tayyorlab qo'ydim. Demak, 4-chi bu eng katta xato bu говорение. Говорение bu degani bu gapirish degani. Говорение bu gapirish. Eng katta xatoni qilishadi aynan shunday o'quvchilar. O'zi birinchi bo'lib aynan shu 4-mavzuni yoritishim kerak edi bugungi darsda. Nima haqida gapiryapman? Men sizlarga hozir o'zimni chizmachilik bo'yicha mahoratlarimni sizlarga ko'rsataman. Kulish yo'q, lekin kulish yo'q. Mana bu miya. Bu miya, mana miyani sal chizishni o'rgandim, lekin men hali joyinaqa chiroyli chiqmayotgan bo'lsa ham, mana bu miya. Mana bu bizni ko'zimiz, da, xunukroq bo'lsa ham chizib berdim. Bu bizni ko'zimiz, bu bizni burnimiz, mana bu bizni og'zimiz, da, mana bu bizni mana og'iz, mana bu bizni tilimiz. Mana til. Men bu yozib qo'ydim. Bu til, bu miya. Nimaga unaqa chizmachilik bo'lib ketdi endi? O'quvchilar bilmayman nimaga asoslanib o'ziga qanaqadir qoidalar o'ylab topishadi. Ularni maqsadi rus tilida gapirish bo'ladi va ular o'ylaydiki, ular qanaqadir muloqot darslariga borsa yoki rus qizlar bilan tanishsa, ruslar bilan muloqot qilsa, tilni qanaqadir mo'jizaviy nimalari bor, taraflari bor, xususiyatlari bor, mo'jizaviy xususiyatlari bor deb o'ylab, agarda men rus tilida gapirsam kimdir bilan, men rus tilida bemalol gapirishni o'rganaman deb o'ylashadi. То есть menda har kuni ozginadan praktika bo'ladigan bo'lsa, men rus tilida zo'r gapirishni o'rganib ketaman deb o'ylashadi. Ya'ni til qanaqadir o'ta kuchli narsaga ega, kuchga ega deb o'ylashadi. Bu eng katta muammo. Yana eslatib o'taman, bu 4-qoidamiz, 1-qoidamizga juda ham o'xshash. Eng ko'p aldanadigan o'quvchilar ham shu toifaga kiradi. Endi bitta sizlarga hozir shunaqa o'quvchilar ko'rishyapti bu videoni. Sizlarga isbotlab beraman, что sizni fikr yuritishingiz juda ham xato. Nimaga? Agarda miyaga qanaqadir bilimlar kiritsak, miyaga so'zlar kiritsak, miyaga qoidalar kiritsak, miyaga qanaqadir gaplarni kiritsak, ahamiyat beraylik, hech narsani yodlash deb yozmadim men. Faqat shundagina mana miyadan kelib tilga chiqadi. Miyada borini til chiqarib beradi. Miya bo'sh bo'lsa, miyada yo'q, so'zlar yo'q, qoidalar yo'q. Miya bo'sh. O'sha rus tili bo'yicha, qanaqasiga til nimadir chiqarib berishi mumkin. Men haligacha tushunmayman buni. Agarda sizlar tushungan bo'lsanglar, bu yerda qanaqa logika ishlayapti, menga yozib yuboringlar, izohladi. Tushunsizlar-da? То есть miyada yo'q bo'lsa, til nimani chiqarib beradi? Bu degani, agarda kuniga siz bitta odam bilan gaplashyapsiz rus tilida, 2 ta odam bilan, 3 ta odam bilan, 4 ta odam bilan
50 ta odam bilan gaplashing kuniga, lekin miyangizda bilimlar bo'lmasa, so'zlar bo'lmasa, qoidalar bo'lmasa, gaplar tuzishni bilmasangiz, rus tilida gapirib keta olmaysiz. Chunki sizni miyangiz, hamma bilimlar miyada bo'ladi. Tilda hech qanaqa bilimlar yo'q. Miyada bori tilga chiqadi. Odam agarda noto'g'ri fikr yuritsa, til buni ko'rsatib beradi. Noto'g'ri fikr yuritayotganini nimani yordamida? So'zlari yordamida. Tushunasizlarmi? Поэтому o'quvchilar o'ylaydiki, men rus tilida gapirishni o'rganishim uchun men ko'proq praktika qilishim kerak. Men ko'proq rus tilida gapirishim kerak. Yo'q. Miyaga bilimni olib kiramiz, shunda miyadan tilga chiqadi. Bu degani yangi so'zlarni miyaga olib kiramiz, qoidalarni olib kiramiz, gaplarni olib kiramiz va faqatgina keyin tilimiz o'sha miyadagi bilimlarni chiqarib berishini kutishimiz mumkin. Tushundinglarmi? Tushundinglar. Tak, 5-qoida, o'quvchilar ahamiyat beringlar, bemalolman. Nimaga bemalolman? Chunki bu YouTube formatdagi videolar ko'p narsalarni men sizlarga og'zaki variantda aytyapman. Qancha rus tilini o'rganganda to'g'ri fikr yuritsangiz, shundagina natijani kutishingiz mumkin. Endi 5-qopqon. Qanaqa 5-qopqonni yana bor. Tez o'rganaman. Xudoga shukr, unaqa o'quvchilar bizga yozishmayapti. Instagramimizni oldin yuritganimizda o'quvchilar mana bunaqa yozardi. Men ertaga anaqa suhbatga boraman, u yerda rus tilida gapirishim kerak. Menga o'rgating deydi. Bir kunda nimadir o'rgatishimiz kerak-da. То есть xudoga shukr unaqa o'quvchilar bo'lmayapti уже. Bu nimani ifodalayapti? Bu уже odamlar saviyasi ancha o'sayotganini, odamlar til o'rganishni usullarini ancha o'zlashtirishayotganini ifodalayapti. Tushundinglar-a? 5-xato, o'quvchi juda ham tez o'rganaman deb o'ylashadi. Endi hamma tez o'rganishni xohlaydi. Misol uchun men uchun rus tilini tez o'rganish bu kamida 5 oy. Rus tili o'qituvchisiman. Bu kamida. Это minimum 5 oyda. O'quvchilar mana bunaqa deydi. Bir hafta 30 kun, 60 kun, men sizlarga даже больше скажу, o'sha to'lovli darslarga o'quvchilar qo'shishdi, aytishyapti. Вот men 2 oydan keyin Germaniyaga ketishim kerak edi suhbatga. O'ta rus tilida bo'lar ekan-da suhbat. Shunga menga 5 oy o'rgatilgan narsangizni 2 oyda o'rgatasizmi? Men o'rgatasizmi deb aytadi. Keyin men o'quvchidan so'rayman. Mana siz deyman, super miyamisiz deyman. Yo'q, super miya emasman. Chunki bizda O'zbekistonda super miya bu bitta odam-da. Bilamiz kimligini. То есть siz super miya emasiz, u aytadi, yo'q, super miya emasman. Ama aytaman, men sehrgar emasman deyman. То есть men o'rgata olmayman sizga 5 oylik narsa, 5 oyda o'rganadigan narsani men 30 kunda o'rgata olmayman. 24 soat dars bersam ham sizga o'rgata olmayman. Chunki tilni o'rganish bu ma'lumotni eshitish emas, bu ma'lumotni o'zlashtirish. Tushunasizlar? То есть bu mana agar siz shunaqa fikr yuritadigan bo'lsangiz, bir haftada kerak natija, bir oyda kerak, bu degani juda ko'p aldanasiz. Chunki odamlar ko'p o'qituvchilar nima deyshadi? Ha, shunaqa bir haftada dahshat bo'ladi deydi, pulingizni oladi. Siz как chapagingizni cholib qolaverasiz. Tushundinglarmi? Поэтому bu ham juda katta qopqon. Bunga ahamiyat beringlar. Agarda siz rus tilini o'rganish haqida gapiradigan bo'lsangiz, kamida 5 oy. Sog'lom o'qituvchilar, aqlini tanigan o'qituvchilar, именно opit katta bo'lgan o'qituvchilar, o'qituvchilik qilayotganiga 10 yil, 15 yil, 20 yil, 30 yil shu o'qituvchilik qilayotgan o'qituvchilarga aytsangiz, mana 5 oy desangiz, 5 oy ham kam deydi. Tushunasizlarmi? Поэтому rus tilini tez o'rganaman deganingizda o'sha qopqonga tushmang. Siz undan ko'ra maqsadni shu языковые kursi, то есть til kurslariga kelganingizda maqsadni tezlik emas sizning maqsadingiz. Sizning maqsadingiz sifat bo'lishi kerak. Siz shunga ahamiyat berishingiz kerak. Qancha sifatli bo'lsa, rus tilida gapirishingiz, qoidalari bilishingiz, gaplar tuzishingiz qancha sifatli bo'lsa, shuncha anaqa bo'ladi, tezlikka o'zini anaqa nimasini, natijasini ko'rsatadi.
Chunki qachon man har doim o'quvchilarga aytaman, miya bitta ishni qila oladi. Miya yoki xavotir oladi yoki so'zlar eslaydi. Miya yoki xavotir oladi yoki qoidalarni eslaydi. Tushundinglar-da? Siz qancha bilimingiz sifatli o'zlashtirgan bo'lsangiz, bu degani qo'rquv darajangiz pasayadi va siz bilgan bilimlaringizni sekin har kuni qo'llashni boshlaysiz. Agarda men yana qanaqadir xatolarni esdan chiqargan bo'lsam, siz albatta buni izohda yozing. Sizlardan iltimos qilaman, bu videoga like bosing, izoh yozing. Men qanaqadir bloger emasman. Men videoni ko'p odam ko'rsa, men qanaqadir moddiy tarafdan foyda ko'rmayman. Men nimaga like bosinglar, ko'proq odam ko'rsin deb aytaman. Chunki ko'proq odam haqiqatni bilsin. Ko'proq odam rus tilini to'g'ri o'rganish haqida ma'lumotga ega bo'lsin degan maqsadda sizlarni like qo'yishni va izoh yozishingizni iltimos qilaman. Shunaqa. O'ylaymanki, sizlar meni sog'indinglar. Men ham sizlarni sog'indim. Shuning uchun mendan yana ham yaxshiroq videolarni kutib qoling. Keyingi darsda ko'rishguncha.